quloq gullab olgan ham yo'q. Farg'ona viloyati Quva tumani Yangicha qishlog'ida. Shu kunda hozir shoftorlarimiz bular yangi kirib kelgan sortlar. Daraxtlarimiz 3 yosh. Meva olishlari yaxshi. 1 litrda 4 litrli qilib tarbiyalashga harakat qilyapmiz. O'zimiz formalardan noldan berganmiz hammasini. Shoftorlarimiz juda chiroyli bo'lib gulladi hozirgi kunda. Nurnida ko'chatlar bor edi, hali tozalab ulgurganimiz yo'q. Shoftorlarimiz sort Floriba. Bizni tanigan bilganlar bo'lsa biladi, shatda bog' borligini ham. Ko'pchilikka qiziq bo'lish uchun aytayotgan gaplar. Ko'pchilikka shatlardan ko'chatlar ham ko'chirib berganmiz. Beryapmiz ham yil davomida. Keyingi yilga ham ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Shoftorlarda endi bitta maslahat bermoqchiman. Bu o'zimning fikrlarim.